Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Soljon mebel kuzatuvchilari, xudo xolasa bu divanimiz tayyor bo'ldi. Nomini Tank deb nomladik. Juda ham chiroyli chiqdi. Ichlari 100% sifatli yog'och sasna. Sidinasiga pampers prujinadan foydalandik. O'tirganda ham ajoyib yumshoqlik his etasiz. Ikkita tombasi bor. Keyin mobetlariga yog'ochdan foydalandik. Chinor yog'ochidan, mana o'zingiz baho berasiz. Iloji boricha o'zining tabiiyligini ko'rsatishga harakat qildik. Gullar ko'rinyapti. Oyoqlari yog'ochdan bo'ldi. Mobetda ham bor. Chinor yog'ochidan foydalandik. Xudo xolasa mana shunday ishlar kerak bo'lsa aloqachi qo'rasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 0809. O'zimiz Vodiydamiz, Qo'qondan, Buvayda tumanidan. YouTube kanallarida Soljon mebel deb nomlaganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa shunday ishlar kerak bo'lsa aloqachi qo'rasizlar. Общий ko'rinishini ko'rsataman. Mana shu holatda. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 325 ga 225 bo'ldi. Oldidagi xona o'zimizda bor dedi zakazchimizda. Shu holatda tayyorlab berdik. Xudo xolasa aloqachi qo'rasizlar. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi ishlar hali oldinda. Birinchi bo'lib ko'rasizlar, xudo xolasa. Общий ko'rinishi mana.